Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filialida birinchi bosqich 101A guruh talabasiman. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiylashtirishda xulqi og'ishgan bolalar bilan ish olib borish metodlari. Reja xulqi og'ishgan bolalarni aniqlash va diagnostika qilish metodlari. Individual yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish, bolalarni o'zi ijtimoiylashtirish, jamoaga moslashtirish metodlari. Ota-ona va pedagoglar bilan hamkorlik tashkil etish. Xulqi buzilishining oldini olish va reabilitatsiya metodlari. Xulqi og'ishgan bolalarni aniqlash va diagnostika qilish metodlari. Xulqi og'ishgan bolalarni erta aniqlash va ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirishning asosiy sharti diagnostika jarayoni bir nechta ilmiy, pedagogik va psixologik metodlar orqali amalga oshiriladi. Kuzatish metodlari bu eng ko'p qo'llaniladigan tabiiy sharoit bolalarning xatti-harakatlar o'rganish usuli, sinfda tanaffusda o'zini tutishi, o'yin jarayonidagi munosabatlari, agressiv tortinchsizlik darajasi, katta yoshlar ko'rsatmalariga munosabati afzalligi, bola o'zini erkin tutadi, xulqi tabiiy namoyon bo'ladi. Suhbat anketa bola, ota-ona va o'qituvchilar bilan individual suhbatlar o'tkaziladi. Bolaning o'z muammosi haqidagi fikri, oiladagi munosabatlar, stress manbalari, motivatsiya va qiziqishlari anketa orqali ham qo'shimcha ma'lumot olinadi. Psixologik testlar va diagnostik metodlar xulqi og'ishgan bolalarni aniqlashda quyidagi testlar qo'llaniladi. Lausher testi ruhiy holatlarni aniqlash, Kettel testi xarakter xususiyatlari, Bender testi nevropsixologik rivojlanish, Tempo Rubinstein o'z-o'zini baholash shkalasi, shuningdek agressivlik, tashvishli, impulsivlik aniqlovchi mutaxassis testlar mavjud. Hujjat tahlil qilish, anamnezini yig'ish, bola tarixi, oldingi tibbiy hujjatlar, o'qituvchining tasvirnomasi, davomat, baholash, intizomiy choralarga oid ma'lumotlar, oila tarixi, ajratish, konflikt, ijtimoiy muhit. Bu usul xulq og'ishgan asosiy indizlarni aniqlashga yordam beradi. Eksperimental diagnostika metodlar psixolog tomonidan o'tkaziladigan amaliy mashqlar, konflikt vaziyatlarini hal qilish bo'yicha mini seminarlar, rol o'yinlar. Agar sen bo'lsang irodaviy harakatlarni tekshirish uchun topshiriqlar, guruh o'yinlari bilan olib borilgan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Xulqi og'ishgan bola aniqlashning yakuniy xulosalar bo'lib o'tadi. Bolalarni psixologik portini tuzatish, individual ishning boshlang'ich maqsadini, bola haqidagi ma'lumotlarni yig'ish bo'ladi. Rag'batlantirish motivlari, rag'bat beradi, motivatsiya beradi, kichik sovg'alar, stikerlar beradi. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, bolaning jamoaga o'rnini mustahkamlaydi. Guruh o'yinlari, hamkorlik mashqlari, men o'rnimdan topaman treninglar o'tkaziladi. Maqsadi bola jamoaga moslashtirish, salbiy xatti-harakatlar o'rnini ijobiy ko'nikmalar bilan to'ldirish bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.